Assalamu alaykum hürmetli sabaqdaşlar. Tayyiba dershanamıza hoş geldinglar. Biz bugün fiqh derslikimizning 33. dersini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda jihadning hukmi haqida to'xtalamiz va jihadga aloqador bo'lgan g'animat haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Hukmul jihad. Oldi bilan jihadning hukmi nima? Jihadning hukmi nima? Biz bu yerda maqsad qilgan jihad umumiy ma'nodagi jihad emas, xususiy ma'nodagi jihad, ya'ni qital, urushish. Islomda urushning hukmi nima? Jang qilishning hukmi nima? Islomda jihad qilishning, ya'ni jang qilishning hukmi ikki xil bo'ladi. Birisi farz ayn, har bir odamga farz, ya'ni birisi farzi kifoya. Bir bo'lak askar, qo'shin farz, boshqa umum xalqqa farz bo'lmaydigan ahvol bo'ladi. Qanday vaqt farz ayn bo'ladi? Qanday vaqt farz kifoya bo'ladi? Birinchidan farz ayn bo'ladi tuandagidek ahvollarda. Birinchisi izaltaqal zahfan. Kafir qo'shin bilan musulmon qo'shin urushdi, siz shu yerga berib qoldingiz yoki siz shu maydonda. Sizga jihad qatnashish farz ayn bo'ladi. Musulmon qo'shin bilan kafir qo'shin uchrashgan vaqtida siz shu yerga berib qolgan bo'lsangiz yoki siz shu o'rinda bo'lsangiz, sizga farz ayn bo'ladi. İkincisi iza nazalal kuffar bi balad. Kafirlar bir musulmon bir yurtga, musulmon bir davlatga yoki musulmon bir shaharga besib kirgan bo'lsa yoki uni muhosiraga olgan bo'lsa, har bir odamga farz ayn bo'ladi. Üçüncüsü imam yoki musulmon bir davlatning raisi. İmam bütün xalqni jihad qilishga chaqirgan vaqtida har bir odamga farz ayn bo'ladi. Ama qanday vaqt farz kifoya bo'ladi? Yuqoridan boshqa ahvollarda farz kifoya bo'ladi. Yuqorida so'zlangan vaqtdan boshqa ahvollarda farz kifoya bo'lib turadi. Ya'ni jihad har vaqt farzligini yo'qotmaydi. Endi mujohidning shartlari. Har qanday odamga jihad qilish farzmi? Albatta uning shartlari bor. Birinchidan mujohidning sharti, vojib bo'lish sharti birinchidan musulmon bo'lish kerak. Kafir kelib urush qilsa, u mujohid bo'lolmaydi. Oldi bilan mujohid bo'lib, mujohidlikning savobiga erishish uchun musulmon bo'lish kerak. Ikkinchisi balog'at yetgan bo'lish kerak. Bir musulmon, ammo 12-13 yoshlardagi bolaga jihad farz emas. Üçüncüsü er kishiga jihad farz, ayol kishiga jihad farz emas. Masalan, sahaba ayollardan Ayşe radhiyallohu anha, "Ey Rasululloh, eng afzal ibodat jihad ekan. Bizmi jihad qilmamdiq?" degan vaqtida sizlarning jihadinglar hajjun mabrur, haj deb javob bergan. To'rtinchisi aqlliq odamga, ya'ni saronga jihad farz emas. Beşincisi hörge, yani kulga jihad farz emas. Oltincisi zarardan sağlam adamga, qarg'uga, tukurga jihad farz emas. Ondan keyin vujudun nafaqa, pul ulashmi vojib bo'lishning sharti. Bir odamga jihad farz ayn bo'ldi. Masalan, bizga hozir jihad farz ayn bo'ldi. Ammo masalan bizning pulimiz yo'q jihad qilg'ili. Bunda olib qolsa bizga jihad farz ayn bo'lmaydi, ammo pul tepish nima bo'ladi? Farz ayn bo'ladi. Cho't yo'qolib ketmaydi uning farzligi. Qila oladigan ishimizga tushadi. Endi muqatal, ya'ni biz urushmoqchi bo'lgan kishilarning sharti qaysi? Biz kimlar bilan urushimiz? Birinchidan g'ayri mustamin. Ya'ni u omonlik tilab kirgan odam bo'lmasligi kerak. Masalan, biz hozir mujohid bizning davlatimizga biz urush qildigan muharib kafirdan birisi omonlik tilab bizningki amirdan yoki bizga mas'ul kishilardan omonlik elib, ruxsat elib kirgan bo'lsa, biz bir uni o'ldirsak bo'lmaydi. Cho'qim ahdimizni qanday qilishimiz kerak? Turishimiz kerak. Hatto biz yashayotgan davlatdami masalan bir kafir kirsa, hatto bizga bo'lgan muharib bo'lgan, bizning yurtimizni besib olgan kafir kirsimi, ya'ni bu davlatga viza elib, mustamin degan shu, ya'ni
uni qo'g'dashga, uningga ziyon yetkazmaslikka va'da elib, vizulan kirgan bo'lsa, uningga bir urush qilish qolmaydi. Cho'qim urush qilishni g'ayrimustaqim bo'lishi kerak. U rasmiy jang maydonida bizni besib olgan yurtning o'zida undaq ahvol bo'lmaydi, shundaqmi? Ammo boshqa bir yerga, boshqa kofirlar qanday qilib keladi? Bizni elib keladi. U vaqtda uni o'ldirib o'tishga bo'lmaydi. Chunki biz urushmoqchi bo'lgan kofirni bo'lishi g'ayrimustaqim. Üçüncüsü gayri muahad, yani ahdlashgan. Bu ahdining bir turi, biz buni tuanda so'zlaymiz. Mustaqman degan qanda, muahad degan qanda biz buni tuanda so'zlaymiz. Yani ikki orasida sulhi va kofir olmaslik kerak. Yani ziyon yetkazmaslikka sulhi tuzishgan kofir olmaslik kerak. Undan keyin zimma ahli olmaslik kerak. Ahli zimma deymiz. Yani biz bir yani fath qilsak, u yerdagi kofirlarga qanday qilinadi? 3 xil tanlash beriladi. Ya musulmon bo'lsa, bizga o'xshash huquqdan bahramand bo'lib yashaysa, ya bizga boj topshirsa, o'zining kufrligini qilsa, o'zining ishini qilsa, erkin yana yashaysa, biz uni qo'g'daymiz. Ammo bizga jizya, boj topshirsa deymiz. Buni bo'ldi ahli zimma bo'ladi. Bularga qo'l tekizish bo'lmaydi. Biz ular men ahli zimma bo'laylik, sizlarga boj topshiraylik, biz o'zimizning dinda qolaylik desa, tamam, qol deymiz. Ulardan boj olamiz, ularga ziyon yetkazishga bo'lmaydi, ularga urush qilmaydi. Hatto zimma ahlini o'ltirayotgan odamni payg'ambar alayhisalom jannatning purqini purganmaydi degan. Endi urushga vaqtda o'ltirishga bo'lmaydigan kishilar bor. Jangga kirgan vaqtimizda o'ltirishga bo'lmaydigan kishilar bor. Ular kimlar desa, birinchisi ayol kishini o'ltirishga bo'lmaydi. Ikkinchidan kichik bolani o'ltirishga bo'lmaydi. Uchinchidan qari odamlarni o'ltirishga bo'lmaydi. To'rtinchidan qarg'uni o'ltirishga bo'lmaydi. Beshinchidan kasallarni o'ltirishga bo'lmaydi. Oltinchidan dehqonlarni o'ltirishga bo'lmaydi. Yana kelib rohiblarni, ya'ni butxonasida ibodat qiladigan rohiblarni o'ltirishga bo'lmaydi. Ammo bu yerda muhim bir shart bor. Ikki xil holatda bularni o'ltirishga bo'ladi. Ular qaysi? Birinchidan, yuqoriqilarning hammasi urushga qatnashgan bo'lsa, o qatnashish mayli qurol ko'tarib qatnashgan bo'lsin, mayli fikr bilan qatnashgan bo'lsin, yoki gap so'z bilan qo'llab qatnashgan bo'lsin, shu urushga qatnashgan bo'lsa, yana ularni o'ldirishga bo'ladi. Chunki ular urushga qatnashdi. Shunday deydi, ikki xil holatda ularni qanday qilishga o'ldirishga bo'ladi. Birinchisi qatluhum taban. Ya'ni agishib o'lib ketib qolsa. Masalan, bizga urushgan kofirlarga urush ochdik, bomba tashladik. Shular bomba chachab atrofida o'lib ketib qoldi kofirlarning. Ayollar o'lib ketib qoldi, kichik bola o'lib ketib qoldi. Biz ularni qasddan qanday qilmadik? O'ldirmadik. Bu vaqtda gunoh bo'lmaydi. Ikkinchisi iza qatalu aw aanu. Agar yuqoriqilarmi urushib qolsa yoki urushga yordam bergan bo'lsa, ularni o'ldiriladi. O'ldirmagan vaqt biz bir yurtga besib kirgan vaqtimizda yuqoriqilar urush qilmasa bizga o'ldirilmaydi. Unda olsa arkadaşlar bizim bugünkü dersimiz muş yerda oxirlashdi. Biz kelarki soatlik darsimizda g'animatlar haqida to'xtalamiz. Unda olsa biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.